O'yinimiz qizg'in davom etmoqda. Maydonga esa bugungi kichik chempionimiz chiqib kelmoqda. Qani ko'ramiz, u hal qiluvchi uchrashuvga tayyormikin? Kichik futbolchimiz raqiblarni juda yengil aldab o'tmoqda. Bunday erkin harakatlar faqat yuqori qulaylikdagi Chicago tagliklari bilan. Hatto Messi ham bunday harakatlarga havas qilgan bo'lar edi. Xavfli vaziyat! Hakam maydonga onani chaqirmoqda va bu qanday tezlik? Atigi bir necha soniyada Chicago tagliga almashtirildi. Juda oson va qulay. Endi esa maydonda yangi Chicago trusikchalik tagliga yanada ko'proq qulaylik va maksimal erkinlik. Endi futbolchimizni hech kim to'xtata olmaydi. Vaziyat, zarba va gol! Fantastik gol! Albatta, Chicago bilan boshqacha bo'lishi mumkin emas. Albatta, axir haqiqiy chempionlarga haqiqiy qulaylik kerak. Har bir harakatda qulaylik. Chicago kichik chempionlar tanlovi.